Autizm yomon tarbiyaning oqibati. Shu gap to'g'rimi? Hozirgacha ba'zilar autizmni noto'g'ri tarbiya, ota-onaning sovuqqonligi yoki boladagi ixtiyorsizlik natijasida deb hisoblashadi. Bu afsona fan allaqachon rad etilgan, eskirgan muzlatgich ona nazariyasidan kelib chiqqan. Autizm miya rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqadigan nevrologik xilma-xillikdir. Sabablar genetik yoki biologik buzilishlari mumkin, ammo ular tarbiya bilan aniq bog'liq emas. Ota-onaning na mehr, na qattiqqo'lligi autizmni keltirib chiqarmaydi va oldini olmaydi. Zamonaviy tadqiqotlar autizm to'g'ri holat ekanligini tasdiqlamoqda. U erta yoshdan, ba'zan hayotning dastlabki oylaridayoq namoyon bo'lishi mumkin. Ota-onalarni, ayniqsa onalarni o'z farzandiga tashxis qo'yishida aybdor deb ayblash qattiq og'riq keltiradi va erta qo'llab-quvvatlashga tasdiqlik qiladi. Buning o'rniga ishonchli ma'lumotlar va kerakli terapiyadan foydalanish imkoniyatini taqdim etish orqali oilalarga yordam berish muhimdir. Ushbu afsonaning fosh etilishi keraksiz aybdorlik hissini olib tashlab va autik bolaning rivojlanishi uchun qulay muhit yaratishga e'tibor qaratish imkonini beradi.